tadbirkorlar dardi eshitgan yo'q menimcha narpay. U nima degani? Qanaqa qiladi? Bundan 1 yil oldin o'sha investor tomonidan sotib olinayotgan vaqtni qilib jozibani yo'qotib qo'yganimizdan keyin bu juda katta bir xato bo'ladi. U bozor 51% kerak ekanmi? Yana 3 milliardga sotgan. Mana bu o'zlari e'tirof etyapti. 84 ta do'kon bor deyapti. Bunga bitta bir 2-3 oylar oldin 7 ming olaydi. birdaniga 20 ming bo'ldi. Ne qo'riqlayapti deyapti. O'shaning uchun biriga bir ko'tarib yuborish. Odamlarni kayfiyati qanday? Tadbirkorlarni kayfiyati qanday? Bozor ma'muriyatidan ham 1-2 marta so'raldim, nima? Avtoyo'lda o'qidan keyin men 13 sotik joy, mana shu ko'rgan joylar hamma joyi tuman zaxirasida turibdi hozir. Do'konlar davlat ro'yxatidan o'tmayapti, kadastr bo'lgan do'konlar. Ijara to'laymiz, soliq to'laymiz, pensiya to'laymiz. To'lovlarimiz juda oshib ketgan, to'g'ri. 5 mingga 1 yilda 5 mingga ko'tarildi. His qilolmayman ta'sir qilmagan tadbirkor. Chunki avval 10 ming so'm o'tirgan odam 30 ming so'm to'lasa qanday ta'sir qilmaydi? U qilmagan bo'ladi. O'zingiz aytgan gapga o'zingiz amal qiling. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek Hayot Samarqand. Ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'lib turgan Nurbozor bozoriga keldik. Sababi biz ham bu masala bo'yicha o'zimizning savollarimizni rahbarlarga berganmiz. Jamoatchilik nazorat subyekti sifatida auksion savdolari qanday o'tgan, nima qilgan, boshqa hamma savollarni berganmiz. Bugungi savollar boshqacha bo'ladi. Ya'ni bizda asosiy maqsadimiz bu yerda bundan 1 yil oldin o'sha investor tomonidan sotib olinayotgan vaqtni ertaga bozorda narxi oshib ketadimi degan savolga quyidagicha javob bergandi. Bu nima deydi, juda qiziq savol va ko'pchilikni o'ylantirgan savol. To'g'risini aytsam, ancha vaqtdan buyon buni ustida ishlayapmiz. Bozorda biz zamonaviy bozor, zamonaviy holat keltirganimizdan keyin xavotir borki, narx-navoni baland bo'lib ketib qoladi. Biz buni aniq bilamiz. Baland bo'lib ketib qolsa, bozor jozibaligi yo'qoladi-da. Endi hozir o'zi bozorning shu darajaga yetishiga eng asosiy sabablardan biri bu narx-navo arzonligi. Narx-navoni baland qilib, jozibani yo'qotib qo'yganimizdan keyin bu juda katta bir xato bo'ladi. Va ayni vaqtda haqiqatdan hali bozor rekonstruksiyaga bo'lmasdan turib, bozorda o'zgarish bo'lmasdan turib narx-navolar oshganligini aytishmoqda. Bu holat haqiqatdan shundaymi? Bozor shov-shuv bo'lib turibdi. Ya'ni muzokara markazida munozara, bahs bo'lib yotibdi. Kimlardir aytayapti, narxlar oshib ketdi, ijara narxlari, patta puli oshib ketdi deyapti. Ikkinchi taraf aytayapti, buni infratuzilmani yaxshilaganimiz hisobiga bo'lyapti deyapti. Va hokazo so'zlar bo'lyapti. Biz bozor ma'muriyati tarafidan ham yoki bir qaysi tadbirkor tarafidan ham chaqirtirilmaganmiz. Biz xolis kelib turib, odamlarning kayfiyati qanday, tadbirkorlarning kayfiyati qanday, bunga munosabati qanday, haqiqiy holat qanday, shuni bilmoqchi. Qarang, bu yerda hozir bo'ladigan voqea, masalan, shu vaqtgacha savdo qilib keladigan bo'lsak, misol uchun shu do'konlarimizda to'g'ri ijarasini oshirgan. Endi qanday qisman desak xato bo'ladi. Endi biriga bir pachti 35 ming 20 so'mmi qanchadir bo'ldi. Hozir kuni kechada oldin 19 ming so'mdan to'lanib borildi. Keling, Jamshid aka, bu do'kon xususiymi? Ha, xususiy. Xususiy. Bozor bilan shartnoma qilasiz. Ya'ni o'sha bozorning yerida bo'lganligingiz uchun shunaqa shartnoma qilasiz. Shunaqa. Va ayni mana shu do'konga avval qancha to'lardingiz bundan 1 yil oldin? 19 ming umumiy. 304 ming so'm umumiy. Kvadratiga 304 ming so'm chiqadi. 16 kvadrat. Shunday umumiy kvadratga 304 ming so'm chiqiladi. Hozir ayni vaqtda hozir ayrimlardan eshityapman, endi menga 500 qanchadir 560 necha mingga qarab keldi hozir. O'sha bir barobarda endi pashti 90-80. Endi shunaqa 90% ko'tarilgan narx-navosi oldingiga qaraganda ancha yuqorida. Endi masalan uni to'g'ri aytishimiz mumkindir. Misol uchun, anosini kuchli olib boryapti. Nima edi boyagi territoriyani aqlanat, xavfsizligini kuchli olib boryapti. Endi masalan o'sha narsa ham misol uchun o'shangacha bizgacha masalan qarovullar bordi. Bulardan oldin ham misolda endi qarovullar qaraydi, misol uchun endi ayrim vaqtlarda endi o'g'irliklar bo'lib turadi. Endi hamma narsani o'zini sharoiti hozir zamonaviylashib ketdi hamma narsa. To'g'ri, hamma joylar kameralashtirildi, boshqa qilindi. U narsa uchun nima deydi? Masala yo'q u narsa. Lekin birdaniga bir barobarga ko'tarib qo'yish lekin noto'g'ri. Endi qarang, siz bir mahsulot olib keldingiz. Mana mahsulot olib keldingiz. Bugun shuni 1000 so'm sotdingiz. Buni sababi siz 800 so'm olib keldingiz. Shunaqa. Bu yoqdan 800 so'm olganingiz hisobiga
200 so'm axir bu yurgani xarajat boshqalarni hisobiga 200 so'm qo'yib 1000 so'm sotdingiz. Aha. Va ertasi kuni kelyapman 1,5 ming bo'lib turibdi bu. Ha. Misol. Odamlar Men savol beradi. savol beraman. Nima Haqiqatan. sababdan 1,5 ming qildi? Shunday. Siz aytasiz. U yoqda 1200 so'm bo'ldi, avval 800 so'mdan olaydi. Shunday. Yoki 1200 so'm bo'ldi deysiz. Shunday. Izohlab berasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Ya'ni xaridorga siz izohlab berishga majbursiz. Shunday, Buni shunday. chunki- Buni keltirib bermasangiz Ha. qo'ymaydi hech kim. Xuddi shunday bozor ma'muriyati ham nima sababdan biriga bir oshirganligini sizlarga izohlab berdimi? Yo'q. Men eshitganim yo'q lekin. Uni bozor ma'muriyatidan ham 1-2 marta so'raldim, nima o'zgarish bo'ldi. Endi bizlar to'g'risi gap aytay, endi bozor qimni oldiga kirib, men savdoga kelamiz, ketamiz, charchaymiz. U borib bekorchi vaqt yo'q, u bilan muhokama qilib, boshqa qilib endi xalq nima desa shuni qilib kelyapmiz, misol uchun to'lov bo'lsa to'lovini qilib kelyapmiz, boshqasi bo'lsa boshqasi. Endi ilojim yo'q. Lekin haqiqatdan ham mana shu bergan savolingiz to'ppa-to'g'ri. O'shanga izoh hech kim bergan emas. Qarang, mana ijtimoiy tarmoqlarda hozir shov-shuv bo'lib turibdi bozorlaringiz. Ya'ni ijara narxlarini oshganligi bo'yicha tadbirkorlar fikrlar bildirgan. Sizning fikringiz qanday? Oshgani to'g'ri, hammaga mushkulroq. Hozir o'zi sharoitimiz iqtisod qiyinroq. To'lovlarimizga ozgina mushkul bo'lyapti, to'g'risi. Bu shaxsiy do'koningizmi yoki Yo'q, shaxsiy. bozorga qarashli do'konmi? Shunday, bu shaxsiy emas. Demak, ijara to'laysiz. To'lovlarimiz ko'p, ijara to'laymiz, soliq to'laymiz, pensiya to'laymiz. To'lovlarimiz juda oshib ketgan, to'g'ri. Ozgina mushkul. Bozor ma'muriyatidan nima so'rab qolasiz? Hozir bozorimiz ma'muriyati shu yordam qilishdi tadbirkorlarga, ancha yengillik kiritishdi. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Ya'ni ijara narxlari ko'tarilganligi va boshqa masalalar bo'yicha fikrlar bildirilgan. Sizning fikringiz qanday? Endi men to'g'risini aytsam, Necha yildan beri faoliyat yuritasiz? bozor ochilgandan beri. Ochilgandan beri. Oho, ancha bo'libdi. Xo'p. Endi fikrlaringiz qanday? Narxlar qanday bo'ldi? O'zgarish qanday? Bozorimiz boshqa joylarga solishtirganda eng arzon bozor. Odamlarning talabiga mos keladigan bozorimiz. Yana qanday fikr bildirasiz sizga? Ijara narxlarini men magazinlarda savdo qilmayman, undan Hozir aralashmagan. bu yerga faqat rasta pul to'laysizmi? Ha, Rasta puli necha pul to'laysiz? Agar sir bo'lmasa. 15 ming. 15 ming. Avval necha pul to'lardingiz? Endi u bozor ochilgandan beri Yo'q, o'tgan yili, o'tgan yillari 10 ming edi. 5 mingga, bir yilda 5 mingga ko'tarildi. Buni ijaraga olasizmi? Bumi? Ha. Ha. Necha pul to'laysiz kuniga? Kuniga olasiz? Shu 20 ming bo'ladi-da. 20 ming. Ha. Faqat shunga 20 ming to'laysiz, boshqa hech narsaga to'lamaysizmi? 20 ming bo'ladi. Boshqa hech narsaga to'lamaysizmi? Yo'q. 20 ming shu rozimisiz, shu qimmat emasmi, arzonmi? Yana ish bo'lib tursa, ishtimog'immi? Shunga yarasha daromad ham bo'ladimi? Endi xato berganda. 20 ming qimmatda. Qimmat keling to'g'ri. Nima deysiz? Avval necha pul bo'lgan? Avval 7 ming bo'ladi-da. 7 ming. Bir qancha muddat oldi? Bir bunga bir 2-3 oylar oldin 7 ming bo'ladi-da. Birdaniga 20 ming bo'ldi. Ha. Endi qarang. Mana shu yerda nechta aravakash bor? Arava suradigan. Endi bilmasam endi. 50 tami, 100 tami, 200 tami nechta chiqadi? Bir 50 ta chiqib qolsa kerak. 50 ta. Hech sizlarni bir yig'ib, hammalaringizni bir yig'ib, Ha. mana rahbariyat, ma'muriyat, Ha. o'zingiz band qilgansizmi? Ishchanosi deyapsizmi? Ha, ya'ni men aytmoqchimanki, hozir faoliyat olib boryapsiz, lekin staj ketgani yo'q. Bungami? Ha. Agar ma'muriyat tomonidan bir chaqirib, uka ertaga pensiyaga chiqishing bor, boshqang bor. Shuni o'zini band qilib, hujjat qilib, boya qilib qo'ysang, yiliga bir marta bazaviy hisoblash miqdorini 412 ming to'laysan, yiliga bir marta. Yiligami? Bir marta. Ha. Shunday hujjat qilib qo'ysang, ertaga pensiyaga chiqqan vaqting, nafaqaga chiqqan vaqting o'sha hisobga o'tadi deb bir aytganmi sizga? Ya unaqa yangilar chiqqan ekan. Unaqada xabaringiz yo'q. Endira bo'lib qolishi mumkin. Xabaringiz yo'q lekin. Yo'q. Rahmat. Bitta narsa, hurmatli yurtdoshlar, prezidentimiz tashabbusi bilan o'zini o'zi band qilgan shaxslar toifasi kengaytirilgan. Mana shu yerda faoliyat yuritayotgan, mana shunday nima desam ekan, sharoit nuqtai nazaridan deydimi, o'qimaganlik nuqtai nazaridan deydimi, mana shu holga kelib arava suradigan insonlarni ham o'zini o'zi band qilib o'tkazadigan bo'lsa, u 1 yil stajga o'tadi. Ertaga ular nafaqaga chiqishiga oson bo'ladi. Nahotki buni bozor ma'muriyati bir taklif sifatida ko'rib yordam qilmagan bo'lsa, menga shu qiziq. Bizni hozirgi kelganimizdan maqsad
ijara narxlari oshib ketdi, mana bunday bo'ldi, avval bunday edi, o'zgarish bo'lmadi degan fikrlar qanchalik asosli? Shuni bilish maqsadida tadbirkorlarning fikrini o'rganish maqsadida keldik. Qanchadan beri faoliyat yuritasiz? Bu PRmi deyman. Yo, nima edi bu tadbirkorlarning dardi eshitgan yo'q menimcha narpayda. U nima deganingiz aka? Qanaqa PR? Masalan, meni quruq beda hozir narpayda PR komandasi ketyapti. Aka, yana aytyapman. Bu biz bozorda ma'muriyatni ham chaqirgani yo'q bizni. Bizni bironta tadbirkor ham chaqirgani yo'q aka. Biz bu yerda kanalni balki kuzatmassiz. Men kanalga qo'yib boraman, o'zimning shaxsiy subyektiv fikrim. Bu yerga kelganim jamoatchilik nazorati subyekt sifatida kelganman. Haqiqatan bozorda narx-navolar oshib ketgan. Bari hozir nimani narx-navosi? Shunga Manisan narx oshib ketdi. Chekdi narxini oshirgan. Masalan, hozir ijara deydi, ijara o'zi bilmayman. O'zimni mulkim bu. Kadastrim bor. Xonamni o'zim qurganman. Ayni ijara deb hozir sudga bergan. Demak, siz bozor ma'muriyati bilan sud jarayoni hozir siz shu holatdasiz. Hozir sudga berdi. Katag'on tumanlararo sudi ham chaqirmasi ham qaror chiqarib yubordi. Endi qaror chiqqandan keyin baribir bozor undirib oladi. Kechirasiz. Bozor ma'muriyati nima deb sudga beradi sizni? Shu ijara to'laysan. Xususiy mulkdorni qarang, mulkini o'ziga ijaraga chiqib olyapti. Kechirasiz. Siz ham bu yerda menimcha tadbirkorsiz. Men ham sentrda bo'ladi. Shu yangi investor sentrda. Shuni davrigaki men faoliyatimni to'xtatishga majbur bo'ldim. Chunki manba avtoturargoh ana ustida turgandi, zaxiraga olindi murojaatimizda sun'iy buli bozorni avtoturargohni mana yo'q qildi buli. 2016-yilmi, 17-yil sun'iy yo'q qilindi avtoturargoh. Qarang aka. Keyin murojaatimizdan keyin tuman zaxirasiga olindi. 57 metr avtoyo'lda o'qidan keyin men 13 sotik joy, mana shu ko'rgan joylar hamma joyi tuman zaxirasida turibdi hozir. Avtoturargoh uchun. Mana siz qarang, men sizni tanigandek bo'ldi. Demak, boyagi Mirbozor bozoriga boyagi antikorrupsiya ommaviy xalq menimcha intervyu bergandingiz. O'sha kishisiz. Demak, siz iddaoingiz bo'yicha o'shanda yana shu iddaoni takrorlayapsizki, mana shu yer. Mana shu ko'rib turgan vis anji. Tarqani shunday olasan, to'xtataradi. Mana shu yer, tuman zaxirasida turibdi, avtoturargoh uchun auksionga chiqarish kerak. 2019-yil olingan zaxiraga. Nima sababdan bo'la qarang, avtoturargoh ochmay ushlab o'tiribdi buni. Kurpandayni yoshirib o'tiribdi buni. Viloyat hokimini qabuliga 1,5 yildan beri bor murojaat qilamiz, insonni qabul qilmaydi odamzod. Tadbirkor narpayda bor, eng oxirgi o'rinda turadi. Uni dardini nima deydi, hech kim eshitmaydi ham. Men shuning uchun kelgandan birdan sizga e'tiroz bildirdim. Bu PRmi bu bozorda, bu prosta bir nima deydi, bir ko'pirtirishmi deb shuning uchun sizga bir ana tanqidi berdimda. Bizda aytyapman, mana shu hozirgi aytgan gapingiz qanday bo'lsa shunday qo'yiladi. Biz bozorni bir yaxshilash maqsadida yoki yomonlash maqsadida kelmadik. Bu yerdagi odamlarning fikrini eshitish maqsadida keldik. Qanday aytgan bo'lsa shunday qo'yish maqsadida keldik. Bizni ishimiz shu, ya'ni odamlarning fikrini ijtimoiy tarmoqqa qo'yib, kerakli organlar, kerakli tashkilotlar o'zi xulosa qiladi bu masalalar bo'yicha. Faqatgina haqiqatdan bozorda o'zgarish bo'ldimi yo'qmi shuni bilmoqchi. Yo'q, bozorda faqat bosim. Aytayapman, shu investor kelgandan beri faqat bosim, mana natijada faoliyatimni to'xtatdim. Xususiy mulkdorman. 2008-yil tuman hokimining qarori bilan yer solig'ini, mulk solig'ini to'lab kelaman 2008-yildan beri. Mana sudlar bilan bosim bo'lyapti. Oliy suddan iltimos qilamiz. Shu ishni Katag'on tuman va Samarqand viloyat sudini respublikaga ko'rib berishini. Adolat bormi? Xususiy mulkimga men qanday o'zim ijara to'layman? Oyma-oyisi qanday o'zim ijara to'layman? Xususiy men davlatning oldida majburiyatim bor. Bular bilan shartnoma qilmang. Menga infratuzilma ko'rsatyapman deydi. Shunday chiqqanimdan 10 sotik tuman zaxirasi turgan, u menga qani? Qarang, shuncha murojaat qilamiz respublika mutasaddilariga. Prokuratura bor, xavfsizlik bor. Noqonuniy chektirib o'tiribdi, qarang. Tadbirkorlardan bosim qilib noqonuniy chektirib o'tiribdi shuncha joyda. Hozir o'zini hududiga kirmagan joydan. Tushundim. Hozir mana shu tadbirkor aytayapti, o'sha mebel mayagi joy ekan bu yer. Shunday deyishdi. U agrita 30 ming, 20 ming chek to'laymiz deyapti. Ayni uni ustini 50 mingdan kam olmaydi. Demak, bu yerdan bozor ma'muriyati sizda doiz bo'yicha noqonuniy chek berilyapti. Avtoturargoh qarangda, yo'llarda kirib kelgan bo'lsa, shu yurt fuqarosi bo'lsangiz kerak. Masalan, ko'rib o'tiribsiz, qancha tirbandlik. Nimani evaziga? Mana avtoturargoh ochilmaydi bu.
Maqsad buni qarang, nima ishlab o'tiribdi 6 yil davomida bitta tadbirkorga bersa, masalan kuniga bir 500 ta mashin kirib chiqsa, shu davlatimiz byudjetiga bir 6-7 ta ishchi o'rin yaratilib, shu joy obod bo'ladimi? Mana bu bizga o'xshagan tadbirkorlar savdomiz bo'ladimi? Sun'iy to'siq qarang. Mana bu do'kon mana bu yerda turibdi, yo'lni zonasida. Tushundim aka, qarang. Bozorqimni do'koni u. Mana bu yerda turgan do'kon, bozorqim Ha, bu do'koni. tarafdagi. Ha, uni shuni men buzmadim. Buzuvga chiqqan o joy. 20 qaror chiqqan. chiqqan qaror 24-yil chiqqan. Buzmaydi uni men. U qarang, hozir aytyapsiz-da, bu fakti bormi? Ye. Bizga taqdim qila olasiz? Bor, qarorlar bu. Telefonda turibdi, mana shu zaxira turgan qarorlar. Tashlab bersangiz. Bo'ldi, biz xudo ham xolasa. qo'yamiz. Mana shunday. Ha. Chunki qarang, chunki aytayotgan gapimiz isboti bilan, fakti bilan bo'lishi Ha. kerak. Birinchidan. Keyin tadbirkor, mana investor kelibdi. Investorning maqsadi ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Men shu tumanga, mana shu tumanning farzandiman. Tumanni ravnaq uchun kelganman. Maqsad Rahmat, avvalo shunaqa so'zlar avvalo ko'paysin, ha. avvalo shunday degan. Ha. Bu qanchalik amal qilyapti u bizga qorong'u. Lekin sizlar aytyapsizlar, ijara shartnomalari narxi oshdi. Bunga sabab nima? Ijara shartnomasini narxini oshirishga sabab nima? Biz ko'rganimizda aytdiki, nima deydi? Quruqlash xizmatini boshqa qilyapmiz, boshqa qilyapman dedi. Ijtimoiy tarmoqda shunday javob bo'lgan. Lekin nega biz ya'ni misol uchun ko'pchilik aytyapti, bu yerda boya ham aytdi, avval dedi 300 ming ijara shartnoma to'lagan bo'lsam, hozir 700 ming to'lashga majbur bo'lyapman dedi. Ya'ni bir barobarini oshishini u kishi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda shuni izohlagan. Hozir agar shu yerda bo'lsa, o'zidan yana izoh olishga harakat qilaman. U kishi aytayaptiki, ya'ni infratuzilma yaxshilandi. Ya'ni bozor ma'muriyat tomonidan quruqlash xizmatiga olindi. Endi o'g'irlik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, jamoat saqlash bo'ladimi? Shu nuqtai nazardan narxlar oshdi, ijara narxlari deydi. Bunga nima qaraydi? Men unga ishonmayman, chunki quruqlash xizmati bilan bitta nima deydi, xususiy subyekt sifatida shartnoma qilgan. Endi qilgan bo'lsa, masalan endi necha pul qilgan u? Lekin bu yerda u uchun mana yerda 900 ta keyin mana bu yerda mana bu nima deydi, bu rastada savdo qilingan pastda bir 6000 tadbirkor aybdor emas-ku, bozorda bir quruqlash, u majburiyati-ku quruqlash. Undan oldin ham quruqlangan bozor. Nima? Undan oldin bedarvoza bo'lganmi yo bozorda o'g'irlik bo'lganmi undan oldin? Yo bir boya bo'lganmi, nima kamera bo'lmaganmi undan oldin svit bo'lmaganmi bizga? O'zimizni mablag'imizga transformator qo'ygan biz, o'zimizga svit tortib ketgan biz. Ammo bugungi kunda svitlarni o'zi o'tiribdi bular. Mana svit yo'q do'konlarimizda. Mana do'konlar pechatlangan turibdi. Do'konlarimizni topik ahvolga olib qo'yapti. Savdo yo'q, mana oldiga mana navislar quryapti, noqon. Buni hech kim inobatga olmaydi. Na kadastr keladi, na boyagisi keladi. Bari muttaham bular. Yo, tadbirkor qarangda, u ko'p ijtimoiy tarmoqdagi o'zini sahifasida o'zini vatanparvar inson sifatida ko'rsatadi-da. Endi shunday shakllangan u inson. Endi u ikkinchi yuzi qandayligini men bilmayman va o'zi bilan bir marta muloqot qilganman. Aka, sizning maqsadingiz nima tumanga kelishdan degan vaqtda meni maqsadim shu tumanni rivojlantirishga hissamni qo'shish degan. Endi shunday degan bo'lsa, shu tadbirkorlarni yig'ib, mana shu keldi investor, akalar, ukalar, men shu tumanga, shu tumanning farzandiman. Bitta yurt farzandimiz bizlar. Ertaga bozor yangilanadigan bo'lsa, yangilanguncha ham sizlarni ko'ryapman, sharoitlar bu yerda avval uncha bo'lmagan. Yangi transformatorlar qo'yamiz yoki bir rejalari haqida sizlarga aytib, fikrlashib, nimalar qilaylik yana bir o'rtoqlashdimi bir qanaydir? Yo'q, unaqa narsa bo'lgani yo'q. Faqat shu kelgandan aytayapman manga. Chunki bu kelgan vaqtida o'zi ijara shartnomalarini qilgan odamlar qilinganda, nima qiyurganlar bor-ku. Qiyurgan o'sha asnosida olinadi. Bular davra o'tganiga birdan bo'la 35 ming, 45 ming birdan ko'tardi sun'iy, cheklan ko'tardi. Yana eng qizig'i bular nimaga bog'lagan? Eng kam ish haqini 8,5 barobar. U so'g'at sayin masalan ish haqi ko'tarilsa, bu chek ham ko'tariladi, bu o'lagan ijarasi ham ko'tariladi bularni. Ana shunaqa mexanizm qilib qo'ygan. Mana men tadbirkor sifatida do'konimni manaki majburman. Ertaga prezidentdan so'rayman. Menga kerak emas bunaqa xususiy do'kon. Nima kerak? O'zimning do'konimni millionlab oyiga endi ishlatishim bu, ishlatmajim bu. Hozir mana sun'iy topik qilib qo'yibdi olimda. Yana mendan pul talab qilib, bu nima men? Yana ijara shartnoma yo'q. Sudlar manaki bittada ko'rib oryapti. Ijara shartnoma bo'lmasa ham bir taraflama ijara shartnoma degan nima degani? Demak, ijara shartnomaga qo'l qo'ymagan. Yo'q, biz norozimiz, biz qani bu yerda bir adolat? Yer o'zimniki bo'lsa, buni meniki. Yana bitta eng qiziq tarafi, qarang, xususiy mulkdor bizni yerni sotib oryapti. 6,5 gektar yerni
tuman hokimi sotib yuboryapti. U aqlga sig'adimi? Mana bu mulk turibdi-ku, xususiy mulk. Ki biroz so'rash kerakmi mana yerda kelib, do'kondor, sani men xohlaysan, mana yeringni sotyapman men auksionga qo'yib. Chunki bu yerda meni 51% ulushim bor. Nima meni tayindagi do'konni yeri u bozorni 51% ga kerak ekanmi? Yana 3 milliardga sotgan. Mana bu o'zlari e'tirof etyapti. 84 ta do'kon bor deyapti. Demak, sizni iddaoingiz bo'yicha o'tgan safar ham o'sha ijtimoiy tarmoqda ko'rgandim. 84 ta do'kon 51% ichida. O'sha yana bozorning mulki ichida 84 ta do'kon bor ekan. Endi 6,5 gektar yeri bor ekan. U beda bunalar hisobga o'tmagan. Bu ustida turgan mulk, u havoda turgan, u yer ketavergan sotilib. Navislar bor ekan. Bozor eng qizig'i to'liq xatlovdan ham o'tmagan. 500 ta do'kon ko'rsatyapti bular. Mana yerda 900 dan ziyod do'kon turibdi. Eng qizig'i yana bitta tarafi, mana yerda Mirzoxdagi bozorqim davrida mana yerda 40 ta 45 ta do'kon bozor investitsiya asosida qurgan. 5 milliard pulga. Qani bu yerda adolat? Kelib bir monitoring o'tkazdi, tadbirkorlar o'rtasida mana yerda hokim kelib, viloyat hokimi kelib, men shu ishni shunday qilyapmiz, investorga beryapmiz. Mana mulking, rozimisan? Masalan, shuni yerini berib yuboryapman men. So'rash kerakmi? Qarang, hozir kelyapmiz, gaplashyapmiz-da. Bir qancha fuqarolar, o'sha tadbirkorlar yaxshi fikrlarni ham bildiryapti. Narxi bizga ta'sir qilmadi deyapti. Meni bilmadim, qanaqa tadbirkor unga ta'sir qilmadi, bilmasam men his qilolmayman ta'sir qilmagan tadbirkor. Chunki avval 10 ming so'm o'tirgan odam 30 ming so'm to'lasa qanday ta'sir qilmaydi? U qilmagan bo'larmi? Balkim unga, balkim og'aynisidir, balkim bir yaxshi sharoit qilib bergandir. Lekin mana men birovning nomidan gapirmayman. O'zimni boshimdan o'tkarganini aytayapman. Hozirgi kunda mana suddaman. Ishim oliy sudga iltimos qilaman. Hozir mana yangi rahbariyat keldi. Shu Samarqand viloyati fuqarolik sudini shu respublikaga olib ko'rib berishni so'rayman. Prezidentimizdan so'rayman. Administratsiyadan so'rayman. Bega ishchi guruh kelsa, menga o'xshagan tadbirkorlar ko'p beyda mana aziyat chekib. Mana bittasi bu mana. Kecha bor managa na so'radi deyapti, na istadi deyapti. Qo'limda hujjat turibdi, to'langan pullarim turibdi deyapti. Mana shuni muhokamaga o'tiribmiz. Bu kecha sudimiz nima bo'ldi? Necha yildan beri faoliyat yuritasiz, savol berdim. 2007 yildan beri hokim qarori bilan olganman. Qo'limda bir xil qurilgan shu do'konlar. 2007 yil. Mana shu do'kon qator. Kecha sotganida Samarqandda kassatsiya yozildi. Mana shu yerda ikkita do'konni ko'rdingizmi? Pechatlangan turibdi. Kechagacha mana do'koni pechatlangan edi. Bular nagilar pechatlatyapti bular. MEBni olib keladi. MEB boshqa joyda ko'rmaydi. Mana qilingan mana buzilgan ishini ko'rmaydi bular. Bularning zakasini qiladi bular. Chunki buni orqasida turibdi-da. Bularni aytgan qilayotgan. Samarqandda so'ramasi ham qanoatlantirildi. Faqat tezroq gapirasiz, chunki qolganlardan ham fikr olishimiz kerak. Kecha Obul sudga kassatsiya berdim. Shu ijara bo'yicha Katag'on tumanlar aro sudi ham so'ramasi, meni chaqirmasi ham qaror chiqarib yuborgan. Mendan bu so'rash kerak-da, nima bo'lyapti, nima qo'yapti. Sizga chaqiruv qog'ozi ham kelmagan. Yo'q, shunda chiqarib yubordi. Keyin men bir oydan keyin men buni eshitib, MEBdan qog'oz kelgandan keyin kassatsiya yozdim. Apellyatsiya birinchi o'zi ekan, keyin kassatsiya yozdim. Chaqirdi. Birinchi kun yaxshi muomala qildi qozi. Obul sudda. Ikkinchi kunga 6-ga kecha bordim. Hayam demadi, yo'q ham demadi. Shu Katag'on tumanlar aro sudi qaror o'z kuchida qoldirilsin. Bu Abdulla boni nimasi qanoatlantirilmasin dedi. 7 minut bo'ldi sud. Sud ham 7 minut bo'ladimi? Bunga nima deysiz? Kimga men dod faryod qilishim kerak edi? Kim ishtaman? Menga bitta alam qilgani, men shuni o'zim qurgan. O'zimni mulkimga, o'zimda endi qo'pol bo'lsa ham o'tkazib qo'ydi qarzga. Tushundim. Bungacha ham bu investor kelguncha ham ijara to'lagansizlarmi? Yo'q, bak bozorga qaramaydi-ku bu. Unaqa holat bo'lmagan. Avtoturarga Ya'ni o'sha vaqtda ham bozor ma'muriyati bo'lgan. O'sha ma'muriyat sizlarga ijara qaytib kelmaganmi? Yo'q. Mana ochiq maydon edi. Keyin har yili bitta bozor qilib almashib ma'murda o'tib ketdi. Ana qarang, menga chiqib nafas ololmaysiz. Qo'ng o'zingiz guvoh. Ular quruvdi, bizda savdosi yo'q deyapti. Men oldin yopib o'tiribman, beydan foydalanyapmanmi? Bu tarafga masalan kelib murosa qilganda masalan kelgan masalan ijarasi masalan asossiz-ku. Mana avtoturargoh yopib o'tiribdi. Shuncha tadbirkordan pul terib o'tiribdi, noqonuniy.
endi masalan mana yerdan keyin menga pul talab qilishi o'zi anaviga masalan do'konlarga 2 yillab yo'qotdi mana keyin vaqt tupik bo'lgandan keyin odam o'tmay qarang hozir odam o'tishini qarang odam yo'q mana bu yerda qanday savdoda bo'lsin ham davlatga pul to'laymiz qarang mulk solig'i yer mulk solig'i to'laymiz yana u davlat oldi bizlar majburiyatimiz u davlatimiz ravnaqiga majburiyatimiz undan isloh qilmaymiz biz lekin oyma-oyga mana 40 ming 50 mingdan qilib bu 1,5 million chiqib ketyapti 1 million 200 chiqib ketyapti oyma-oy yo'q savdoga qanday to'laymiz mana yopib o'tiribmiz majburmiz deb aka yana uni ustiga do'konlar bechatlab o'tiribdi bular bozor qilyapti Bu tomon to'piq bo'lib qolibdi. Bir ochiq bo'lsa ekan odam hozir qarang mana shu joy, mana shu joy deyapsiz, mana bu tarafda aytyapsiz, uni joy zaxirada turibdi. Bu joychi. Bu ya'ni o'sha auksion savdosiga chiqarilgan boyagida ichidami bu? keyingi joy bizlar qo'shni mana kadastrimizni ko'rsangiz bozor bilan o'sha vaqtda bozor avtoturargoh bo'lgan bozor bilan chegaradosh hudud bizni Demak, bozorda o'sha hududiga bozorga kirmagan. Chunki biz avtoturargohga kelgan odamning savdo qilganmiz o'sha vaqt. Aka avtoturargoh yo'qgandan keyin biz murojaat qildik. Savdomiz susilib qoldi. Mana yerda kirib chiqgan darvozalar bor edi. Qilaverasizda. Keyin 19-yil Botir Jabbor bo'ldi. Shunday chaqirdi huzuriga. Bo'ldi, o'sha yerda zaxiraga olaman deb tez kunlarda auksionga qo'yaman. Chunki vakolatimiz yo'q, biz ana to'g'ridan-to'g'ri bitta tadbirkorga buni biriktirishga. Auksionga qo'yamiz, tadbirkor olsin, mayli shayda avtoturargoh qilib ishlasin. Chunki nega kerak avtoturargoh? Mana bozorda qarang, qancha tirband bo'ladi. Nimani hisobiga? Shu bozorga kelib savdo qilaman deb moshini qo'ygan odamlarni hisobiga tirband. Mana kerak endi moshini to'la. Shu mana stenga o'zi kirgizmaydimi shular? Endi qarang, menimcha siz aytgandingiz, o'sha intervyuda ko'rgandim, avtostenka hozir bepul ochilgan, bozor yaqdan vaqtinchalik avtoturargoh qildik deyatuvdi. Menimcha o'sha ya'ni eski avtoyo'lni binosini o'sha investitsiya kiritish sharti bilan olib, hozir vaqtincha shartda menimcha hali ham menimcha turibdi, bepul foydalanishga turibdi. Kuniga 300 ta 400 ta mashina kiradi. Yaqa hech qanaqa to'lov qilinmaydi. Ag'da o'zini majburiyati nima qilaydi? Ag'da o'zini majburiyati. Ag'da o'zi investitsiya bilan logistika qilib oladi. U nima u xalqdan Vaqtinchalik. Qarang aka, bu hozirgi mavzumiz. Yaxta investitsiya deyapsiz-ku, u boshqa mavzuda hozir chalkashib ketamizda, men maqsad bu yerda kimnidir nechta do'koni bor yoki nechta investitsiya kiritib olaman deb nechta joyga ko'z tikkan haqida gap ketgani yo'q. Faqatgina ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqqa chiqqansizlar, sizni ko'rganman, lekin bu kishini ko'rmaganman. Maqsad fikr qanday bo'lyapti? Ya'ni odamlarda 1,5 yil mobaynida mana 1,5 yil bo'ladi xudo xohlasa bozorda investitsiya kiritib olinganiga. O'sha 1,5 yil ichida nima o'zgarish bo'ldi? hech nima o'zgardi. Ya'ni investitsiyalar kirib keldimi? Bozor shu kelganda ham shu turishida, naborot hozir orqaga ketsa ketdi. Hali mana so'raysiz, yuragida nima deydi? O'ti bor bir masalan bir haqiqat aytaman, tadbirkorlar mana o'zining fikrini bildirsin. Lekin meni fikrim menga nisbatan bosim bo'ldi. Investor sifatida. Mana do'konlarim oldi yopilgan. Mana tupik. Mana avtoturargoh agar huzuri bo'lganda qanchalar auksionga chiqib, mana zamonaviy avtoturargoh bo'laydi. Hozir boshqalardan ham fikr olaman. Yana yoningizda bir qancha sheriklaringiz bor edi, ya'ni o'sha intervyuda. O'shalarga iloji ukangizmi kimdir o'sha kishi yana ham nima desam ekan, ko'plab dolzarb iddaolarni aytgandi-da, ya'ni bozorda unday qildi, qarindoshlar o'rtasida auksion bo'ldi, boshqa bo'ldi. U masala bo'yicha xudo xolasa mana fikrlarni bilib o'taylik. Albatta fikrini olamiz agar chaqirsangiz. Chaqirsangiz, agar boya qilishni xohlasa. Bizning maqsadimiz O'rinboyev Ma'rufdan ham intervyu olishni maqsad qilganmiz. Sizlardan ham. Bizning maqsadimiz bu yerdagi prezidentimiz doim aytadi-da, muammoni deydi, chetdan kelib turib hech kim hal qilib bermaydi deydi. Qanday shu investor kelib turib men aytayotganim, sizlar bilan muloqot qilsa, dardlaringizni eshitsa, birgalashsangizlar, bunaqa muammolar ijtimoiy tarmoqlarga chiqmaydi deb o'ylayman. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Shu nuqtai nazardan yondashgan holda fikrlaringizni bilish uchun keldik. Rahmat sizga. Rahmat. Shunday. Hech qanaqa biz PR bir bozorni maqtash uchun yoki sizlarni maqtash uchun kelganmiz. Bozorda bir PR qilyapsizlar, masalan bir qisqa deb bitta ikkita negativni o'chirib va qilib qilyapsizlarmi degan tushuncha borda. Masalan Bo'lishi mumkin. Bu kishi hozir kelishimiz bilan keldi. Bu kishi bilan o'zimiz ham tortishib qoldik salgina. Chunki boshqa masala bo'yicha bir fikrlashib qoldik. Bizga bu kishini yonimizda yurgan sababi o'ziga ham aytdim. Biz o'zingiz ham eshitasiz fikrini. Ertaga ijtimoiy tarmoqqa qo'yadigan bo'lsam, kesibsan,
boshqa qilibsan demaydi-da. Ma'muriyat sifatida. agar shu nima deydi shu erta managa shu tarmoqlarga chiqayotgan bo'lsa shu to'liq chiqayotgan bo'lsa mana iltimos qilamiz mana 1,5 yildan beri aytyapman tuman viloyat hokimimizni qabuliga borib biza sarsonmiz insonni qabulini olamiz kelsin manaki kelsin tadbirkorlarda mana bitta stop qo'ysin chaqirsin mana qani investitsiya mana dunyoga bosqichma bosqich qilish kerak investitsiya nima shamoga boshlabdi nima o'zgarish chiqdi bizaga Tadbirkorlar bor-ku. Umri sudda o'tib ketyapti, ochig'ini aytaylik. ezib tashladi Endi ham kimdir ko'tarar, kimdir ko'tarolmas. Lekin men o'zimda nima 5-6 marta sud. Yana xarajat. Xarajat, buni bilmasam endi sudga borsang chaqirmasi ham qaror chiqarib beradi. Yo'q, men aytmoqchimanki, o'zi bilan ko'rishib, o'sha investor bilan, o'sha shartnomani bo'yicha ko'rishib, og'ayni, mana shunday, biz seni joyingda emasmiz. O'zi bilan bir ko'rishib gaplashib olgansizlarmi yoki? Rahmat. Nima degan u? Men bordim bularga, men aytdim og'ayni, shunday yordam qilinglar dedim. Endi baribir yoshday bo'lmaydi-ku odam. Men 70 ga kirdim. Men aytdim yordam qilinglar, ham meni soham ham salgina ehtiyoj mollariga kirmaydi. Ha dedi, ijara shartnomani oling dedi, ijara shartnoma ishlayvering dedi. Ijara shartnomaga qarasang katta summa, uni qanday erta hozir ijara shartnoma olmasa ham sudga beryapti, sud qaror undirilsin deyapti. Men kimga dod faryod qilaman endi? Qani? Shartnoma bo'lmasa ham undirilsin. Rahmat. Nima qilishim kerak? Qani bitta savol sizga. Qayga dod faryod qilaman? Majbur bo'ldim Obid sudga. Obid sud ham xuddi shu katta organ tumanlar sudida o'z kuchida qoldirilsin dedi. Ana endi yerda nima bo'ladi bu? Bu summa kelami mib ki pechatlaymi eshikda. Ana gap qaqa bor. Mana qozi sudda endi 20 kun bo'ldi o'zib ketganiga. Nima? Ma'muriyat uzgan. Ha. Xo'p. O'sha investorga nima fikri, nima aytasiz? Endi investorga. Endi Mayli, rahbar, yuqori rahbarlar boshqa u qonuniy ko'rib chiqadi. Hujjatini qilib asoslab bersangiz. men davlat nazoratiga qilishni xohlayman Yo'q. chunki xususiy qo'lga o'tdimi bu yerda chunki bu yerda xususiy mulkni nima deydi mana ayoq osti bo'ladi ertaga yana boshqa muammolar chiqadi chunki bu bozor maniki deyapti lekin bozor muniki emas bozor xalqniki Qarang, bu kishi operator. Yo, siz to'g'ri savol bering aka. Egasiga savol bering. o'tgan safar bir ishtirok Men matbuotman degan hozir kelishda ham shu masala bo'lgani uchun yerda tortib aytyapman, kelyapti-da, men matbuot kotibiman degan uchun turibdi. Men aytdim, siz matbuot kotibi emassiz. Siz operatorsiz. Buni rahbaringiz menga aytgan degandan keyin o'zi aytdi, operatorman. Shuning uchun siz bu kishiga bunaqa deb savol berish haqqingiz yo'q, chunki bu kishi bilmaydi. tushundim Bu ma'muriyat, rahbariyat xodimi emas bu kishi. bizga shuni Tushunyapsizmi? Rahbariyat xodimi bo'lsa ekan, rahbariyatda ya'ni yurist yoki nima desam ekan, bozor ma'muriyatining rahbari bor. Bu kishiga bersangiz bo'ladi. Nima uchun 2 yildan beri qilmayapsizlar deb bu kishiga bera olmaysiz, chunki bu kishi operator. Ha, bo'ldi, uzr. Lekin bak matbuotman deb aytgan, bilasizmi? Ha, mana bizga matbuot. Shuning uchun men aniqlik kiritib ketyapman-da, bu kishiga savol ko'mib tashlaganingiz bilan bu kishi aytadi, men bilmayman deydi. Uzr. Unaqa Shunday. vakolat yo'qda. Shunday. Bu kishi ham xuddi menga o'xshagan bir operatorda, jurnalistda gap inson, blogerda gap bu kishi ham. O'sha bozorda boyagi jozibadorligini, boshqa bozorda nima kerakda shug'ullanadigan inson bu. Bu kishiga hech qanaqa unaqa ortiqcha savol bersangiz ham foydasi yo'q. Bo'ldi. Yo'q, bak aytdim-ku sizga avval mutlaganini. Sizlarga ishlaringizga omad. Biz nima deymiz? Avvalo bozorda bir-birlaringiz bilan shu yurt farzandisizlar. Meni shu fikrim shu. Har doim kanalimga qo'yib boraman. Bozor ma'muriyati shu mana tadbirkorlarning ham qalbiga sal quloq tutish. Albatta, men hali o'zi bilan uchrashsam aytaman. Tadbirkorlar o'sha norozilik keltirib chiqadigan sabablar bilan kurashish kerak. Rahmat. Uni keyin norozilikdan keyin emas, uni oldini olish uchun kurashish kerak. Mana shu 2 metr joy hammamiz shu joyga boramiz. Endi hozir siz ular bilan uchrashasiz. Men shunday deb o'ylayman. Uchrashasiz, shu bularga ham siz ham masalan bemalol erkin savdo qilasizda. Endi Meni o'zimni sizlargadan tashqari o'zimni subyektiv savollarim bor. Men aytyapman-ku, bu yerga meni qaysidir tadbirkor yoki bu kishi meni chaqirgani yo'q. Men prosta fuqarolik pozitsiyamni bildirish maqsadida kelib eshitib, mana holat asli mana bunday. Ana qo'yish. Ertaga uni rahbarlar ko'radi, xulosa qilar. Yo balki
tadbirkor xulosa qilar, shuncha tadbirkorni qiynab qo'yibman deb, balki tadbirkor xulosa qilar. Bu bizga qarog'i. Siz nimaga nima qilsan aytingda tadbirkorlarga yordam Balki qilsin. investorga yetib bormayotgandir sizlarning gaplaringiz. Bozorda ichida qolib ketgandir. Chunki endi uncha bozorga kelmaydi aka ham, boshqa loyihalari bor. Uni ko'p Misol deyapman-da. Misol deyapman. Katta rahmat, sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Charchamaysiz. Hozir yana biz bu tarafga o'tib fikrlar olishga harakat qilamiz. Biz borini boricha qo'yamiz. Xulosa hamma tadbirkorlarga quloq tutsak. Yo, albatta harakat qilamiz. Kim biz harakat qilyapmiz? Ya men bermayman, yo men bermayman deb ketayotganlar ko'p bo'lyapti. Lekin beradiganlari ham tadbirkorlarga bular bosim qilyapti. Silit bilan, yo'lini yopib qo'yish bilan, hasharni yo'llarga savdo qo'ydirib, masalan, olinlargacha savdo qo'ydirib tashlayapti. Maniki deyapti. Noto'g'ri narsa-da u. Bitta mana hozir kirasiz, pajarni yo'ldan ko'rasiz, qancha bo'ladi. Mana respublikamizda qancha bozor yonib ketyapti. Nimani bo'lyapti? Ana shu pajarni yo'ldan yopilgani uchun o'ziga tegishli bo'lgan hududlarni devorlar o'rab olgan mana kirib turasiz xudolar. Ha, nasib bo'lsa o'shalarni ham ko'ring. Mana bu yerda ko'chaga aqli chiqadigan xonalar qilib tashagan. Bu ekologiya sizlarga insoniylik jihatdan nima desam ekan, o'zimning shaxsiy fikrlarim, albatta nima desam ekan, pul jigardan bo'ladi deydi-ku, ya'ni mol mulk boshqalar. Shu jarayonda albatta kimdir manfaatda xizmat qilib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin avvalo menimcha insoniylikni yo'qotmasak, avvalo insoniylik. Chunki bu bozor, mana aytyapsiz, necha yildan beri faoliyat yuritaman deyapsiz, ochilgandan beri deyapsiz. Boshqalar ham xuddi shunday. Maqsad, investorimizning maqsadi o'zi aytganday, shu tumanni rivojiga hissa qo'shishmi? Maqsadi shu bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlarni ham qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Balki u kishi yana bilmadim. Men u kishi haqida bir yomon fikr ayta olmayman, yaxshi ham fikr ayta olmayman. Chunki o'rtadagi xolis nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsam, bu kishi ijtimoiy tarmoqqa chiqib xalq uchun maqsad kelganman deyapti, sizlar bunaqa deyapsizlar. Men shu hayron qolayotganim shu bo'lgan. Salgani sharoitiga ham qarash kerak-da. Masalan, hozir Toshkentda metrodan chiqqan joydan uy olaman desangiz 100 million dollar misol. Bir 4 ostanovka nariga borsangiz tushami narxi. Bozorda kendiga hanaqda. Bizlar poychasida qolib ketdi, to'piq bu. O'zlari ham juda yaxshi. O'ziga ham aytdim, og'aynilar, bu yoq to'pigib qolgan. Avval mana yoqda katta darvoza bor edi, hamma xalq shu yerdan kirib keladi. Hozir bu yoq to'pigib qoldi. Men necha aytdim, ukalar yordam qilinglar. To'piq savdo yo'q. Nima deysiz? Katta rahmat sizlarga bo'lmasa. Charchamaysizlar, ishlaringizga omad, mushkullaringiz oson bo'lishini. Yengil nima desam ekan, yaxshi bu kelishimizga bir yaxshi kayfiyatda biz mana bozor ma'muriyatiga rahmat, o'zgarishlar bo'ldi, bizni tushunishdi degan fikrlaringizni kutib qolaylik nasib bo'lsa. Chunki shu tumanning farzandimiz. Muammoni prezidentimiz aytgandek bizga chetdan kelib turib hech kim yechib bermaydi. O'zimiz shu yerda birgalashib, bir-birimizni tushunib ishlasakkina ish ketadi. Men shunday deb o'ylayman. Bozor ma'muriyatiga xudo hisob bersin. To'g'risida nima deyman? Rahbarimiz respublikadan so'raymiz, shu iloji bo'lsa shu davlat nazoratiga qaytarishni so'raymiz. Chunki bu yerda shaxsga o'tdimi bozor, bu manfaatlar to'qnashuvi bo'lyapti manaki. Bu yerda tadbirkorni hech kim eshitmaydi. Mana daja aytyapman-ku, 1,5 million bir viloyat hokimini qabul qila olmaymiz. Haftasiga mana prezidentimiz ta'kidlab qo'ygan, har juma kuni qabul, lekin bir ham marta qabul qilgan, 6 marta bordik, 120 kilometr bo'lib, soat 4 gacha qabul qildik. Qani bu yerda viloyat hokimini ana o'zi qayda manaki? Kelsin manaki, bilib o'tiribdi-ku. Katta rahmat aka. Rahmat sizlarga. Albatta akamizni bu shaxsiy subyektiv fikrlari, shaxsiy subyektiv fikrlari. Chunki boshimdan his qilyapman shu narsalarni. Tushundik aka. O'zim ko'zim bilan ko'ryapman. Boryapman qabuliga, yo'q natija. Bu birovning fikri yo bilaksiz, o'zimning fikrim. Mana borib o'sha kameralar turibdi. Xalq qabulxonasi. Mana ko'tarsin. 5-6 safar boramiz. Albatta har bir insonda o'z manfaati bo'ladi. Ishda ham, tadbirkorlikda ham. Tadbirkor, haqiqiy tadbirkor nima qiladi? Haqiqiy tadbirkor daromad ko'rishni xohlaydi. Lekin daromad kimnidir qaqshatib yoki zor qaqshatib yoki sudga berib emas. Haqqoniy murosa yo'li bilan olinsagina, menimcha nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bu mening shaxsiy fikrim. Qolganini xulosa qiladigan idoralar, tashkilotlar bor deb o'ylayman. Davom etamiz. Charchamaysiz aka. Sizning fikringiz qanday?
Narxlar qanday o'zi? Narxlar yaxshi. Bu bozorga qarashli do'kon. Aha, Ha. bozor. Ijara to'laysizmi bunga? Ijara beramiz. Qancha to'laysiz? Agar sir bo'lmasa. 412 ming 412 ming bir oyga. bir oyga. Avval qancha to'lardingiz? Avval Ya'ni bundan 1 yil oldin 290 ming. 290 ming. Mana qarang 110 mingga oshibdi. Ha. Bu haqida ogohlantirilgansizmi? Ha. Aytishdimi, ogohlantirishdimi, narx mana shunday bo'ladi. Bo'ladi-da unda. Endi mana shu narx oshgan, ijara narxingiz oshgan. Sizni mahsulotlaringizni tan narxiga ta'sir qilmadimi? Qiladi. Ha? Qiladi. Qiladi. Ha. Demak, Sal sal ta'sir ta'sir qiladi, qiladi. baribir. bozor ma'muriyatiga nima fikrlaringiz bor, takliflaringiz? Nima? Tadbirkor sifatida nimalarda yana o'zgarish bormi, yo'qmi? O'zgarish bor, qilyapti. Bitta narsa nimalar qilyapti endi. Ya'ni men aytmoqchimanki, bozor ma'muriyatiga ijara pul to'layapsiz-da. Infratuzilma uchun, mana foydalanganingiz uchun. Foydalanganmiz. Yana nimalarga sharoitlar qilib berish kerak tadbirkorlarga deb o'ylaysiz? Tadbirkorlarga endi bilmasammi. Bir qilaylik narsalar qilsa bo'ladi. Keyin bozor ma'muriyati bir narsani aytdi. Biz faqat o'sha do'kon uchun ijara olamiz dedi. Ular deydi oldiga chiqarib olgan deydi. Mana shunday holatda aytyapti. Bunga pul to'lamaydi deyapti. Haqiqatda bunga pul to'lamaysizlar? Shu bo'yicha tadbirkorlarning fikrini bilgan keldik. Haqiqat qanday bo'lyapti o'zi? Sharoit qanday? Sharoit yaxshi-ku, narsa bor, svit bor. Necha yildan beri faoliyat yuritasiz? Shu bozor ochilgandan beri. Bozor ochilgandan beri, oho, anchadan beri. Anchadan beri, xudoga shukr. Ijara to'laysizmi? Ijara to'laymiz, ha. Qancha ijara to'laysiz? 412 ming. Avval qancha to'laydingiz? Oldin Misol uchun 1 yil oldin. 290 ming. Demak, где-то bir 100 mingdan ziyodga oshish holati bo'ldi. Endi mana shu oshgan ijara narxi mahsulotingizni tan narxiga ta'sir qildimi, qilmadimi? Endi hozir tanish keldimi? Muammolarni eshitishyaptimi? Qanaydir muammo bo'lsa? Ana qarang, tozalik qarang meniki mana. Bitta joyda bir musor ko'rmaysiz. Rahmat tog'a, bizni bozor ma'muriyati ham yoki bir tadbirkorlar ham chaqirgani yo'q. Biz o'zimiz qanday fikrda aholi, tadbirkorlar qanday fikrda degan maqsadda keldik. Endi boshqa hech qanaqa bir kimnidir yaxshilash, kimnidir yomonlash niyatimiz yo'q. Faqat bor holatni, nima holat bo'lyapti, shuni aytish maqsad. Endi baribir salgina mehnat qilish kerak. Mehnat qilish kerak. Mehnat qilmasangiz bo'lmaydi-da, harakat qilish kerak. Rahmat. Mana qarang, suvlar sepib qo'yibmiz, o'zimiz ham sepamiz, bozor ma'muriyati sepib qo'yadi. Xaridor qanday kelishi avvalgiga nisbatan? Xaridor yaxshi. Yaxshimi? Endi arzon bozorga xaridor ko'p keladi-da. To'g'risida. Charchamang deymiz, tog'a. Kasbkorga baraka bersin, ishlaringiz omad. Rahmat. Tadbirkorligingiz yana ham kengaysin. Shunday bo'lsin, rahmat. Bozor ma'muriyati o'zini tanishtiradimi shu? Ha, o'zi so'rish bo'lib qolgan. Do'konlar davlat ro'yxatidan o'tmayapti, kadastr bo'lgan do'konlar. Nima uchun? Aka, qarang. Avvalo, bilaman. bitta narsa. Siz jurnalistik surishtiruvni bering. Nima uchun davlat ro'yxatidan o'tmayapti? Ha. Ikkinchisi, nimaga asosan bizga ma'muna chiqarib bermadi? Ijaralar ma'muna evaziga ko'tarildi. Siz kimsiz o'zi? Men Sharof Xolmurod Abdumannonov. Bozorda do'konim bor. Necha yildan beri faoliyat yuritasiz? 20 yildan ziyod 25 yildan. Demak, siz ham o'sha ko'pchilik hozir aytyapti, ijara narxlarining oshganligi bo'yicha. Siz ham Asos keltirib bergani yo'q. Bir. Mayli, keyin auksionga chiqarilganda davlat aktivlariga savol bu. Nima uchun qarindoshlar o'ynalgan degan shubha bor. Qarindosh ataylangan shaxslar o'ynalgan. Shubha faqat, fakt emas. Fakt emas, shubha. O'sha mana qarindoshlar orasida o'ynalib, juda arzon miqdorda bozor sotyapti. U misol uchun mana antikorrupsiya ana kelganda ham aytildi, hech kim mana yo'q emas, bunday deb savolga javob bersa, xalq bilsin, tamom. O'sha narsalar. Demak, sizni asosiy o'sha qiynayotgan muammoingiz ijara narxi asosi oshirganligi bilmaysiz haligacha. Bilmayman nima sababdan. Endi
lekin nima uchun bunday past narxda bozor sotilgani, bu xususiy manda xohlagan ishini qiladi degani emasdir. Qiladigan xizmati bitta qo'riqlashdi, tashkillashdi, oldin ham shu qorovullar, bozor qorovullari qo'riqlardi. Ana ular keldi, keyin bular qo'riqlagani yo'q. Ne qo'riqlayapti deyapti. O'shaning uchun biriga bir ko'tarib yuborish. Endi hozir menga ham tadbirkorlar gruppasiga kimdir tashlagan, uni bilmayman. Menga telefon bo'ldi ko'pchilik tomonidan. Haydasiz, bizlardan fikrlarimizni bildiraylik. Men odamlarni bir joyga to'plashni xohlamayman. Yo'q. Meni kimdir yoki bozor ma'muriyati yoki qaysidir tadbirkor chaqirgani yo'q. Biz huquqiy nuqtai nazardan yondoshgan holda subyektiv kelib turib, aholini noroziligiga sababchi bo'ladigan omillar nima u? Nima u? Narx oshish sabablari nima bo'lyapti? Bir aholiga tushuncha berdimi, tadbirkorlarga tushuncha berdimi, chaqirib bir gaplashdimi? Shuni bir sizlarning fikrlaringiz bilan o'rtoqlashish. Manaki boshqa mana raqobat bozorlar borki, misol uchun yonboshdagi bozorlar narxida beraylik, rozimiz. Misol uchun biriga bir oshirib yuborilyapti. Qarang, o'sha hozir nech pul to'laysiz? Ijara narxi ayni vaqtda 32 mingdan kvadrat. O'shani yo'q, biza sudga ber dedik. Sud orqali mayli hal bo'lsin dedik. Yo'q, keldi svitimni uzdi. Svit kerak, majbur. Ijara shartnomasi qilgansizmi? Yo'q, qilmagansiz. Noroziman qilganman. Lekin to'lovini qilib, ijara shartnoma qilganman. To'lovini qilib svitimni yoqtirdim. Endi qarang. Mana shu bozor bozorda investor olguncha ijara shartnomasi to'lagansizmi? So'zsiz biron marta muammo bo'lmagan. Belgilaman. Chunki nazorat bor edi davlat tarafdan, qilingan nazorat. To'g'rimi? Sizga aytishganmi nima uchun ijara to'layotganligingiz sababini? Ijara to'layotgan sababi qo'riqlashdi beshaqilli. Tamam, biza xizmatimiz bor edi. Svitni qilib beryapmiz sizlarga dedi. Demak, infratuzilma xarajatlari hisobiga degan maqsadda. Hurmatli yurtdoshlar, biz harakat qildik tadbirkorlarni eshitishga, ularni mana shu gaplarni sizga yetkazishga. Hammasiga ulgura olmadik. Nima desam ekan, jismoniy nuqtai nazardan ham, boshqa nuqtai nazardan ham. Agar tadbirkorlar boshqa bizni eshitib, ko'plari telefon qilishdi, nima maqsadda PR uchun keldingmi, bozorni maqtab chiqyapsanmi, boshqalari bozorni yomonlab chiqyapsanmi, telefon ham bo'ldi. Bizning maqsadimiz maqtash ham, yomonlash ham emas. Bizni bor holatni boricha ko'rsatish. Bu yerdagi eshitdingizlar, asosiy masala ijara narxlari, chek narxlari va mana shu rastada o'tirgan, meva rastada o'tirganlar ham aytayapti. Naves qilib berishi, boshqa infratuzilmani yangilashi va hokazolarni o'zlaringiz eshitib ko'rdingizlar. Nima ham deymiz? Biz faqatgina tadbirkorga yuzlanib, o'sha investorga yuzlanib aytamizki, o'zingiz aytgan gapga o'zingiz amal qiling. Mana shu videoni qayta qo'yishga majburman. Ana ko'rib turibsiz, o'zingiz aytyapsiz, narx-navoni oshishi jozibadorligini yo'qotadi deb. Mana ko'ryapsizki, 80-90% ijara narxlarini oshirib yuborilishi, albatta bu o'z navbatida o'sha sotilayotgan mahsulotlar tan narxini oshishiga ham olib keladi. Shu nuqtai nazardan bir yondoshish kerak. Albatta, o'zgarishlar bo'layotganiga odamlar aytayapti, tadbirkorlar aytayapti, lekin birdaniga mana bunday 90%, 80% oshishini ham bir hisobga olish kerak bu yerda. Chunki bozorning jozibadorligi siz aytganday narx-navoni pastligida. Hurmatli investorimiz. Qolgan muhokama markazida bo'lgan auksion savdolariga chiqqanligi holati, arzon chiqqanligi holati, o'sha investorning yaqin qarindoshlari fermasi tomonidan uchish o'ynalganligi holati va boshqa masalalarni o'zi tegishli organlar o'rganib xulosasini berishadi. Unda bizda vakolat yo'q, unga xulosa beradigan. Lekin albatta mutasaddilar, keng jamoatchilik, balki tuman hokimligi kelib turib, tadbirkorlar bilan investor o'rtasida bir ko'prik bo'lib, ishonchni uyg'otib, investorga nisbatan harakat qilishsa, bunday masalalar kun tartibida bo'lmasdi deymiz. Biz har doimgidek oxirgi so'zni yurtdoshlarimizga, mutasaddilarga qoldiramiz. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Hayot Samarqanday bo'ldi.